Arzon, foydali va mazali salat retsepti saqlab oling. Ivitilgan no'xatni suvda qaynatib pishirib olamiz. Tuz solish yodingizdan chiqmasin. Salat yanada mazali bo'lishi uchun bodring va pomidorga murojaat qilamiz. Ko'p ham o'ylab o'tirmasdan o'rningizdan turing, hali kechgacha ancha bor, ulgurasiz. Oldindan qaynatilgan go'shtni to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz va barcha masalliqlarni bitta idishga solamiz. Piyoz, rukola va no'xat, tabga ko'ra tuz va yog' yaxshilab aralashtiramiz, mazza qilib tanovvul qilamiz. Bu yeganlaringiz ichida eng mazalisi bo'ladi. Arzon, foydali va mazali salat retsepti saqlab oling. Ivitilgan no'xatni suvda qaynatib pishirib olamiz. Tuz solish yodingizdan chiqmasin. Salat yanada mazali bo'lishi uchun bodring va pomidorga murojaat qilamiz. Ko'p ham o'ylab o'tirmasdan o'rningizdan turing, hali kechgacha ancha bor, ulgurasiz. Oldindan qaynatilgan go'shtni to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz va barcha masalliqlarni bitta idishga solamiz. Piyoz, rukola va no'xat, tabga ko'ra tuz va yog' yaxshilab aralashtiramiz, mazza qilib tanovvul qilamiz. Bu yeganlaringiz ichida eng mazalisi bo'ladi.